جدد حياة القلب بالقرآن. Qur'on sana va sening qavmingga albatta ulug' sharafdir. Sizlar kelgusida bu ne'mat ustida so'rilasizlar. Zuhruf surasi 44-oyat. Savodimizni chiqarish uchun urinayotgan bu Qur'oni Karim bizning iymonimizning, ibodatimizning va axloqimizning manbasi, shundaqla ibodatlarimizning tilidir. Ya'ni namozda Qur'ondan suralar, oyatlar o'qiymiz. Yaratquchimizga, insonlarga va barliq mavjudotlarga qarshi mas'uliyatimizni bilish uchun tunji bo'lib qaraydigan yerimiz yana Qur'oni Karimdir. 5-dars cho'ng va inchik talaffuz qilinadigan harflar. Arab tilidagi harflar tom va inchik talaffuz qilinishiga qarab, doim cho'ng talaffuz qilinadigan harflar, ba'zida tom, ba'zida inchik talaffuz qilinadigan harflar va doim inchik talaffuz qilinadigan harflardan iborat 3 turga bo'linadi. Dastlabda inchik talaffuz qilinadigan harflar qarab o'tamiz, ya'ni tarqiq. Tarqiq deganimiz bu so'zning izohiga qarab o'taylik. At-tarqiq so'z ma'nosi kichiklatish, o'ruqlatish va inchiklashtirish deganlik bo'lib, atalg'i ma'nosi bo'lsa, tovushni talaffuz qilganda til kaynini ustiga ko'tarmay, ig'izni bak cho'ng ichib etmay, to'van va inchik o'qishni ko'rsatadi. Boyiqi izoh tarqiq degan so'zningki atalg'idagi ma'nosi. Töven talaffuzluq harflar, ya'ni istifal harflardan bo'lgan istifal, bunga qarab o'taylik. Istifal deganimiz so'z ma'nosi bo'lsa, tövallash degan ma'noda bo'lib, atalg'i ma'nosi tovushni talaffuz qilganda tilkayni yuqoriga ko'tarilmay, tövanda turishni ko'rsatadi. Bu harflar kasra, ya'ni zir, damma, ya'ni pash va sokinlik kelgandami o'xshashli kichik va inchik o'qiladi. Istifal harfi 21 harf. Bularning harakatlari mayli kasrah kelsin, dammah kelsin yoki sokinlik kelsin, o'xshashlar kichik va inchik o'qiladigan harflar. Töven talaffuzluq, ya'ni istifal harflaridan bo'lgan bu 21 harfning ichidagi ra harfi bilan lam harfidan boshqasi doim inchik talaffuz qilinadigan harflar qatorida bo'lib, zirliq, ya'ni kasra, pashlik, ya'ni damma va sokinlik kelgandami o'xshashlar kichik va inchik o'qiladi. Ular tövendagi 19 harfni o'z ichiga oladi. Bu 19 harf bo'lsa, ba, ta, sa, jim, ha, dal, zal, za, sin, shin, ayn, fa, kaf, mim, nun, vav, ha, hamza, ya. Bu 19 harf doim inchik talaffuz qilinadigan, ya'ni tarqiq harflari, at-tarqiq. Endi cho'ng talaffuz qilinadigan harflar qarab o'taylik. Tafxim harflariga ko'tarangu talaffuzli harflar, ya'ni isti'ladan bo'lgan 7 harf. Tafxim harflari bilan isti'la harflari o'xshash harflar. Bu 7 harfdan tarkib topadi. Bu 7 harf doim cho'ng talaffuz qilinadigan harflar bo'lib, bu harflar ig'iz to'ldirilib cho'ng o'qiladi. Cho'ng talaffuz qilishdagi kuchlik ojizlik tartibi bo'lsa, qa, bod, sod, va, qof, g'ayn, xa. Mush tartib bo'yicha kuchliklikdan ojizlik qarab talaffuz qilinadi. Cho'ng talaffuzli harflar harakatlariga asosan 3 darajaga bo'linadi. Fatha, ya'ni zabarlik kelganda cho'ng talaffuzli harflar eng cho'ng, damma, ya'ni pashlik kelganda uningdan to'varrak, kasra, ya'ni zirliq kelganda cho'ng talaffuz qilinish darajasi hammadan to'van bo'ladi. Sokinlik kelganda oldidagi harfning harakatiga qarab, ya'ni cho'ng talaffuz qilinadigan harflar sokinlik kelgan chog'da oldida kelgan harfningki harakatiga qarab, fatha bo'lsa, ya'ni oldidagi harfning harakati fatha, ya'ni zabarlik bo'lsa, eng cho'ng, damma, ya'ni pashlik bo'lsa, uningdan to'varrak, kasra, ya'ni zirliq bo'lsa, eng to'van darajada cho'ng talaffuz qilinadi. Bu yerda tafxim bilan isti'laga izoh berildi. Tafxim deganimiz cho'ng talaffuz qilinadigan harflar. Buningki so'z ma'nosi bo'lsa, cho'ngaytish, ko'ptirish, samirtish deganlik bo'lib, atalg'i ma'nosi bo'lsa, tovushni talaffuz qilganda til kaynini qattiq tanglay tarafga ko'tarib, ig'iz to'ldirishni ko'rsatadi. Isti'la bu so'zning ma'nosi o'rlash, ko'tarilish deganlik bo'ladi. Atalg'i ma'nosi bo'lsa, tovushni talaffuz qilganda tilning kayni tarafining, tilning ya'ni eng ichki qismining ig'iz bo'shligining yuqori qismi bo'lgan tanglayga ko'tarilishini ko'rsatadi. Bu isti'la deganimiz ko'tarangu talaffuzli harflar degan shu. Bu harflar kasra, ya'ni zir, damma,
pesh va sokinlik kelgandimi o'xshashla cho'ng va qalin o'qiladi. Ba'zida cho'ng va ba'zida inchik o'qiladigan harflar. Ba'zida cho'ng, ba'zida inchik o'qiladigan harflar alif, lam va ralardan iborat. Alif harfi, ya'ni alif mad zabarlik harflarning keyindan kelganda alif oldidagi harf cho'ng talaffuzli harf bo'lsa cho'ng, inchik talaffuzli harf bo'lsa inchik talaffuz qilinadi. Lam harfi asli tuvan talaffuzli harf bo'lib inchik o'qiladi. Faqat Allohning muborak ismidagi lam harfi o'xshamagan ikki xil talaffuz o'qiladi. Ra harfi 8 xil ahvolda cho'ng, 4 xil ahvolda inchik talaffuz qilinadi. 2 xil ahvolda bo'lsa cho'ng talaffuz qilinsimi, inchik talaffuz qilinsimi bo'ladi. Bu harflarni tovush chiqarish belgilarini o'rganib bo'lgan vaqtimizda qaytadan misollar bilan tushuntirib o'taman. Faqat hozir oldin ma'lumotlar bo'lib qolsin deb qisqacha to'xtalib o'tdim. Oldingi bet, ya'ni bu betdagi kasra, damma, fatha deganlarimizmi keyingi darsimizningki temasi. Inshaalloh u dars kelgan chaqda tafsili to'xtalamiz. Harflarning yezilishi. Arab yoziqimi Uyg'ur yoziqiga o'xshash oldidagi va keyindagi harflar bilan ulinib yeziladi. So'zlikdagi o'rniga qarab harflarning yezilishi shakli o'zgaradi. Ya'ni bir harf so'z ichida 4 xil shakldan birida yeziladi. Yolg'iz, beshida, o'ttirda va oxirida. Arab yoziqidagi ko'pincha harflar Uyg'ur yoziqidan bo'lgandan keyin bu ikki tildagi o'rtaq harflarningki yolg'iz, so'z beshi va o'ttiri oxirida kelish shakllari yezilishi o'xshaydi. Ammo Uyg'ur tilida bo'lmagan ba'zi harflarningki yezilish shaklini bilib olishimiz, to'g'ri o'qishimizda to'liq zarur. Bu yerlik farqlarni o'zlashtirib olishimiz uchun elib berilgan mashqlar Qur'on kalimalari asosida bo'lishi, harflarning har xil shakllarini to'liq egallab bo'lmay turib, keyingi bosqichga o'tmasligimizni qattiq ta'kidlaymiz. Inchik talaffuz qilinadigan harflarningki 4 xil shakli. Bu yolg'iz kelgan chaqdagi ba, bu beshida kelgan chaqdagi ba, bu o'ttirda kelgan chaqdagi ba, bu oxirda kelgan chaqdagi ba. Biz Uyg'ur tilida yolg'iz b, bosh b, ulanma b va oyoq b deb o'rgangan. Bu yerda ikki tilda o'xshash bo'lgan o'rtaq harflarningki ulanib va beshida, o'ttirda, oxirda va yolg'iz kelishlari o'xshaydi. Biz arab tilidagi butun harflarni tonib bo'ldik, o'rganib bo'ldik. Bu yerda harflarning yolg'iz kelgan chaqdagi beshidagi, o'ttirdagi va oxirdagi kelish shakllarini puxta egallab olgach, ham harflarni qaytadan o'qib o'tamiz. Menga ergishib o'qinglar. Ba, ba, ayn, sa, ayn, ba, dal, vav, ha, ba, ta, ta, ra, kaf, alif, ayn, ta, dal, vav, alif, sin, kaf, ta, jim, nun, ta, tha, tha, ba, ta, mim, tha, lam, ra, fa, tha, jim, jim, ayn, lam, ta, ayn, jim, ba, alif, lam, ha, jim, ha, ha, dal, ra, ya, jim, ha, dal, fa, ta, ha, dal, dal, kha, lam, ayn, dal, dal, waw, ayn, dal, ذال, ذال, را, ألف, كاف, ذال, لام, كاف, نون, با, ذال, زا, زا, عين, ميم, نون, زا, لام, با, را, زا, سين, سين, ألف, لام, فا, سين, جيم, دال, عين, با, سين, شين, شين, كاف, را, يا, شين, عين, را, با, طا, شين, عين, عين, با, دال,
لام عين نون ميم نون عين فاء واو قاف عين كاف فاء راء خاء لام فاء كاف سين باء ميم كاف راء ميم نون كاف ميم ثاء لام ياء قاء ميم عين لام ميم نون ضاء راء ميم نون عين باء قاء نون واو عين دال عين واو دال لام واو ها لام كاف فاء ها ميم واو جيم ها همزة باء عين ثاء تاء همزة ميم نون سين ياء همزة ياء تاء ياء ميم خاء ياء راء لام قاف ياء. Әмді чоң тәләппұз қылыныдыған бұл етті әріпін оқимыз. Qa, бә, айн, фә, qa, ra, xa, ләм, qa, bad, ләм, тә, bad, айн, бә, عين ضاد صاد دال قاف نون صاد فا نون كاف صاد ضا ها را نون ضا را غين لام ضا قاف دال ميم سين قاف را فا سين قاف غين ضاد با فا غين فا را با لام غين خا لام قاف فا يا خا را جيم واو نون فا خا. Әмді бәзіді чоң və бәзіді инчік оқылдыған әріпілерге қарап өтіміз. Әлиф, мим, ра, син, әлиф, ләм, нун, бә, әлиф, ләм, бә, ра, зә, ха, ләм, айн, جيم عين لام را جيم عين فا را ضاد ألف ميم را
Bu saatlik dersimiz müşahede ahırlaştı. Bay ögünüp ötken harflarni qarindoshlarninki takrorlashini, shundaqla bizning tilimizda bo'lmagan farqli harflarninki kalima ichidagi farqli shakllarini ögünüp bilishini umid qilamiz. Keyingi saatlik darsgacha omon bo'linglar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. وبه اعتني واحذر من الهجران